Mana shu perillani ko'ryapsizlarmi? Chiroyliligini. Mana shu perilla yoquvdi. Endi xudo xolasa mana shu tashqariga ham shundan qildirmoqchiman. Faqat tepasiga bunaqa MDF ni qo'ydirmaymiz. Tepasi profil bo'ladi. Razmer olish jarayoni necha ekan, Azim? 1.30 ya. Bu yog'i uzunasiga necha ekan, Azim? 3.22. 3.22. Perillaning razmerini o'tganda qanaqa qoladi, Azim? Perillaning razmerini olganda, Aha. pastdan 10 cm qochirib, Pastdan 10 cm qochirib, aha. 10 cm qochirasizda, perillaning o'xshi balandligi 1 metr, 1.10 gacha bo'ladi shunda. Aha. 10 cm qochgandan keyin o'xshi 1 metrga olsangiz, tabiiy 10 cm toza qoladi. Perillalarni o'lchab olgandan keyin hozir shu perillalarni ishlab chiqaradigan sexga keldik. Bizni o'zimiz yasagandan ko'ra shu sexdan olsak arzonroq tushadi. Chunki bu yerda ishchilar soni ko'p, keyin kolleksiyani ko'p chiqargani hisobiga, optim bo'lgani hisobiga ancha arzon aylanadi. Agar sizlarga ham mana shunaqa perillalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu optim joyi bo'ladi. Profiligisini pastga atmetga qilib ketaman. Shotkani kopkalarini optim sexdan olgandan keyin o'zimizning sexga olib kelib turib ishlov beryapmiz. Ko'rib turganingizda mana bunaqa bo'ladi o'zi. Bitta tochka urib qo'yilgan bo'ladi. Biz ko'paytirib tochkalarni urib turib, keyin ustini chiroyli qilib chaqlab chiqib, kraskasini sepishimiz kerak. Kopkalarni akkuratni qilib tozalab chaqlab olganimizdan keyin bularni 1.36 razmerimizga hozir 4 ta mana shunaqa kofka tushdi. Keyin orasini 10 cm dan tashlab chiqdik. Ko'rib turganingizdek hammasi bir xil 10 cm dan. Qisqasi bolalar tushib ketmaydigan qilib, akkuratni qilib Azim tayinlab beryapti. Borgan sari reshotka perilla yasaydiganlarning sirlari fosh bo'lib boryapti. Hozir savol beryaptim. Mana bu 3 cm, mana bu 2 cm. Qanaqa qilib buni orientirni olasan, svarkalisan desa, tagiga qaranglar mana bu. Ikkita sim qo'yib turib uruvingni bir xil qilib svarkalab chiqyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Zazorlari bir tekisda bo'ldi. Endi tepa qismini ham prixvatga qilib chiqyapti. Perillani ham ko'rib turganingizdek yig'ib bo'ldi. Yig'ib olganimizdan keyin mana shunaqa qilib buni malyarka ishlarini qildik. Ko'ryapsizlarmi? Mana yo'qlariga shpakilovka surish kerak. Chunki ochuv joyi qolib ketadi. Ertaga yomg'ir tushgandan keyin zanglab tashqariga sekin berib yuborish mumkin. Endi hozir birinchi bo'lib gruntovkasini sepib chiqyapmiz. Bu seriy rangda bo'ladi. Seriydan keyin qora sepamiz. Gruntovkani o'zida qanaqa ochilganini qaranglar. Mana shu seriy rangi o'zi qanaqa ochib beryapti. Mana yasayotgan reshotkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Endi buni chiroyli qilib o'rnatib yuborsak bo'ldi. Mana reshotkalarni ham bitkazib oldik, xudo xolasa. Bu qo'lini tashqi qismida bo'lgani uchun tepasini profildan ishladik. MDF, PNDF qilganimiz yo'q. Sababi bilasizlar, tashqarida bo'lgandan keyin yomg'irgarchilik bor. Unda suv tegib, ishish yo bo'lmasa ustidagi laminatlari ko'chishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda tepasini profildan ishladik. Agar sizlarga mana shunaqa mustahkam, ishonchli va sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, endi bemalol Tuplidomga murojaat qilishingiz mumkin.